Assalomu alaykum. Hurmatli shogirdlar, sizlar bilan bugun biz energiya sarfiga oid masalalar ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak va qanday ishlash kerakligi haqida gaplashamiz. Bunday masalalarni ishlash uchun bir qancha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, nazariy bilimlarni bilish kerak. Mohiyatiga yetib ishlash uchun ular quyidagilar. Birinchisi, ovqatning funksiyalari. Ovqat o'zi organizmda ikki xil funksiya bajaradi. Energetik funksiya, plastik funksiya. Xo'sh, energetik funksiya nima? Energetik funksiya bizni yegan ovqatimiz, iste'mol qilgan ovqatimiz tanamizdagi barcha tiriklik xususiyatlarini namoyon qilib turish uchun sarflanadi. Nafas olamiz, uxlaymiz, turamiz, yuragimiz uradi. Umuman barcha hayotiy jarayonlar uchun ishlatiladi energiya sifatida. Va ikkinchisi plastik. Plastik bu qurilish degani. Ovqat tarkibidagi birikmalar, hujayra misolida tushuntiraman. Deylik, bir dona hujayramiz bo'ladigan bo'lsa, uni membranalarida, ya'ni membrana devorlarida uchraydi, qurilish vazifasini bajaradi va organoidlarida ham uchraydi. Ya'ni u yig'ishdan tashkil topadi deydigan bo'lsak, bizni hujayralarimiz, organoidlarimizning asosiy qurilish elementlari ovqatni tarkibidagi birikmalar hisobiga shakllanadi. Demak, ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa ovqatning energetik funksiyasi. Agar biz iste'mol qiladigan ovqatimizni mana bu ovqat deb tasavvur qilsak, 3 ta qismga bo'lingan holatda undan chiqqan energiya sarf bo'ladi. Mana 3 ta qismga bo'lib olamiz. Ovqatimizdan chiqayotgan energiyani 1, 2, 3-qismga bo'lib olamiz. Shundan ikki qismi barcha hayotiy jarayonlar uchun sarf bo'ladi. Ya'ni tiriklikka xos bo'lgan barcha jarayonlar organizmda kechadi, shuning uchun sarf bo'ladi. Ovqat tarkibidagi 3 dan 2 qism chiqayotgan energiya. Qolgan bir qismi bizni tana haroratimizni normada ushlab turish uchun kerak. 36,2-36,8 gradusda. Chunki tana harorati normada bo'lsa, butun organizmdagi jarayonlar bir me'yorda kechadi. Uchinchi bilishimiz kerak bo'lgan, shart bo'lgan narsamiz bu energiyaning taqsimoti. Organizmda energiya 3 qismga bo'linib taqsimlanadi. Ya'ni asosiy moddalar almashinuvi uchun energiya sarflanadi. Hazm qilish jarayonlar uchun energiya sarflanishi mumkin deb olishimiz mumkin. Va uchinchisi, bajaradigan ishga ko'ra energiya sarf bo'ladi. Demak, energiya taqsimotiga ko'ra asosiy moddalar almashinuvi uchun ajraladigan energiya o'zgarmas qilib 70 kilogramlik odam uchun 1680 kilojoule deb belgilangan. Masalalarda mana bu raqamlar juda muhim ahamiyatga ega. Deylik, 80 kilogram odam uchun qancha kilojoule energiya asosiy modda almashinuvi uchun ketadi desa, 70 ta 1680, 80 desa x deb olishimiz mumkin. Endi bajaradigan ishga ko'ra energiya ham ikki xil sarf bo'ladi. Jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilarda odatda ko'proq energiya sarf bo'ladi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilarda nisbatan kamroq energiya sarf bo'ladi. To'rtinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu masalada eng muhim bo'lgan qism ratsional ovqatlanish qoidalari. Ratsional ovqatlanish qoidalari 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi miqdor qoidasi. Ikkinchisi sifat qoidasi. Uchinchisi
Ovqatlanish rejimi. Xo'sh, miqdor qoidasi nima? Miqdor qoidasi biz iste'mol qilayotgan ovqatning kaloriyasi sarflanayotgan energiya kaloriyasiga teng bo'lishi kerak, qoplab berishi kerak. Shunda organizm normada ishlaydi. Sifat qoidasi ovqat tarkibida biz tanovul qilayotgan ovqatni tarkibida minerallar, oqsillar, uglevodlar, birikmalar sifatli bo'lishi kerak. Shu inobatga olinadi va uchinchisi masalalarda eng katta ahamiyatga ega bo'lgan qism bu ovqatlanish rejimi. Xo'p, ovqatlanish rejimi. Ya'ni ovqatlanish rejimi 4 ta qismga bo'linadi. Ya'ni kun davomida yeydigan ovqatimiz 4 ta qismga bo'linadi. Deylik, ertalabki nonushta, tushki, ya'ni obedki nonushta, kechki ovqat yeyish, kechki ovqatlanish, ya'ni va qo'shimcha ovqatlanish. Bu ovqat iste'mol qilingan ovqatimiz kun davomidagi ovqatning 100% tashkil qiladi. Ertalabki, tushki, kechki qo'shimcha. Ertalabkimiz 25-30%, tushlik 35-40%, kechki 20-25%, qo'shimchamiz 15% ni tashkil qiladi. Raqamlarga qaraymiz. Masalalarda quyi foizda deyilsa 25%, yuqori foizda desa 30% deb olishimiz mumkin. Qolgan qismlarda ham xuddi shunday. Quyi va yuqori foiz deganda quyilari kichik foizlar, yuqorilari esa yuqori foizlar deyiladi. Ovqatning tarkibi. Xo'p, masalada kerak bo'lgan eng muhim narsalar kaloriyalarni bilishimiz kerak. Ovqatning tarkibida odatda bir iste'mol qilingan, ya'ni tanovul qilgan ovqatimizning tarkibida oqsil, lipid, yog' yoki moy, yog' hayvonlarda, moy o'simliklarda va uglevod, karbon suvlar ham deyiladi va boshqa vitaminlar, minerallar va boshqa xildagi moddalar. Odatda masalalarda bu moddalarga kaloriya sifatida qaralmaydi. Xo'p, demak 1 gram oqsilimiz parchalanganda 4,1 kilokaloriya, lipidimiz 1 gram 9,3, uglevodlarimiz esa 1 grami 4,3 kilokaloriya beradi. Xo'p, bu yerda energiyani hisobga olishimiz shart emas. Masalalarda ko'pincha bu qism deyarli berilmaydi. Endi kilojoulda qanday bo'ladi? Kilojoulda 1 gram oqsilimiz 17,6, 1 gram lipidimiz 38,9, 1 gram uglevod yoki karbon suvimiz 37,6 kilojoul energiya ajratadi. Ya'ni bu bir kunlik ovqatimizda olinayotgan, parchalanayotgan moddalardan chiqarayotgan 1 gramidan. Xo'p, birinchi shunga e'tibor qilishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda kun davomida olayotgan energiyamizni asosiy qismini 3 dan 2 qismi asosiy moddalar almashinuviga, bir qismi tana haroratini saqlashga ishlatilayotganini inobatga olib yodda tutishimiz kerak va uchinchisi 70 kilogram odam uchun 1680 kilojoul energiya o'zgarmas miqdorligini bilishimiz kerak asosiy moddalar almashinuvi uchun. Xo'sh, bu yerda yana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Biopolimerlardan yoki biopolimerlardan ajralayotgan energiyani alohida toping deganda biopolimerlarni biz bilishimiz kerak. Biopolimerlarga lipidlar kirmaydi. Xo'p, biopolimerlarga oqsillar, uglevodlar va nuklein kislotalar kiradi. Bizga masalalarda biopolimerlardan deb so'ralsa, biz oqsil va uglevoddan chiqadigan kaloriyalarni inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar tushuntirish sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, undan nimadir o'rgangan bo'lsangiz, xursandmiz. Haqqimizga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Videoni qayta 3-4 marta yaxshilab e'tibor bilan kuzatsangiz, bu yo'nalishdagi masalalarda aslo muammo bo'lmaydi. Kamida 3-4 marta ko'ring. Xudo xohlasa albatta qiyinchiliklar yo'qoladi.